Hech kim bilmaydi deb o'ylagan qanday foydali layfhakni bilasiz? Sitrus mevalarini sotib olayotganda og'irroqlarini tanlang. Ular yengilroqlariga qaraganda yangi va shirin bo'lishi ehtimoli ko'proq. Og'irroq ko'rinadigan mevalarni tanlab olishni men internetdan o'rgandim. Bu ular zichroq ekanliklarini anglatadi. Har safar bu layfhak o'zini oqlaydi. Windows kompyuterlarini ishlatadigan odamlar. Windows va V tugmachalarini bir vaqtning o'zida bosing. Copy-paste o'rniga u butun buferingizni ochadi. Uni faollashtirganingizdan so'ng u siz uchun nusxa ko'chirish tarixini saqlaydi va siz ko'chirilgan narsalardan xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Agar shakar qotib, ishlatib bo'lmaydigan holga kelsa, uni bir kecha davomida bir bo'lak olma yoki non bilan birga havo o'tkazmaydigan paketda saqlang. Shakar olmaning yoki nonning namligini shimib oladi va yangidek bo'lib qoladi. To'liq videoni Reddit Gulxani YouTube kanalida ko'ring.